Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yangi tartiblar, kimlarga pul qo'shilishi, kimlar murojaat qilishi kerak, kimlar esa kutib o'tirmasdan hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi zarur. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasi, bobo-buvisi, qarindoshi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki birgina noto'g'ri hujjat, vaqtida topshirilmagan ariza yoki bank kartadagi muammo sabab odam o'ziga tegishli pulni oylar davomida ololmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun masalani oddiy tilda, bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kimlarga qo'shimcha to'lov beriladi? Qaysi holatlarda to'lov kechikishi mumkin? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat tayyorlash kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqini vaqtida oladi. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Nima uchun 1 avgust sanasi muhim? Odatda pensiya va nafaqa tizimida ayrim o'zgarishlar aniq sanadan boshlab kuchga kiradi. Bunda qo'shimcha to'lovlar, indeksatsiya, eng kam pensiya miqdoriga bog'liq qo'shimchalar, ayrim toifadagi fuqarolarga kompensatsiyalar yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odamlar ko'pincha qaror chiqibdi, demak hammaga pul tushadi deb o'ylaydi. Lekin amalda har bir to'lovning o'z sharti bo'ladi. Kimdir avtomatik bo'ladi, kimdir ariza yozish kerak bo'ladi, yana kimdir avval hujjatidagi kamchilikni tuzatish kerak. Oldin qanday edi? Oldingi tartibda ko'plab pensionerlar pensiyasini oylik belgilangan miqdorda olib kelgan. Agar qo'shimcha to'lov yoki ustama bo'lsa, u odatda shaxsning toifasiga qarab belgilanardi. Yoshi, nogironlik guruhi, mehnat staji, urush va mehnat faxriysi maqomi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, yolg'iz yashash holati, parvarishga muhtojlik, ijtimoiy himoyaga ehtiyoj kabi omillar hisobga olinardi. Lekin hamma pensionerlar ham o'zining qaysi ustamaga haqli ekanini bilmas edi. Ba'zi odamlar yillar davomida men faqat oddiy pensiya olaman deb yuradi. Aslida esa u qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan boshlab ayrim toifadagi pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar hisoblanishi yoki to'lov miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Qo'shimcha to'lov degani hamma pensioner bir xil miqdorda pul oladi degani emas. To'lovning miqdori va berilish tartibi pensionerning shaxsiy holatiga bog'liq bo'ladi. Kimdir pensiyasiga ustama oladi. Kimdir avvaldan olgan qo'shimchasining oshirilgan variantini oladi. Kimdir esa faqat hujjatlari tekshirilgandan keyin olish imkoniga ega bo'ladi. Masalaning og'riqli tomoni shundaki, ko'p pensionerlar bank kartasi, plastik karta, pochta orqali to'lov, yashash manzili, ro'yxatdan o'tgan joy, telefon raqami, pasport ma'lumotlari yangilanmagani bilan qiziqmaydi. Lekin bugungi tizimda bitta ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya faqat oylik tushadigan pul emas, bu davlat bilan fuqaro o'rtasidagi huquqiy hisob-kitobdir. Huquqingizni bilsangiz, ortiqcha yugur kam bo'ladi. Endi kimlar bu xabarni jiddiy qabul qilishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshi bo'yicha pensiya olayotgan fuqarolar. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, 1 avgustdan keyin pensiya miqdoringizda o'zgarish bo'ladimi, yo'qmi? Buni albatta tekshiring. Ba'zan qo'shimcha to'lov eng kam pensiya miqdoriga yaqin pensiya oluvchilarga ko'proq ta'sir qiladi. Ya'ni pensiyasi past bo'lgan pensionerlar uchun minimal darajani ushlab turish maqsadida qo'shimcha hisob-kitob qilinishi mumkin. Misol keltiraman. Deylik, bir pensioner oyiga 8-10 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, yangi tartibda eng kam kafolatlangan daraja yoki qo'shimcha ustama hisobga olinishi natijasida uning oladigan pul 9 ming yoki 9,5 ming so'mga yaqinlashishi mumkin. Men bu raqamlarni tushuntirish uchun misol sifatida aytyapman. Aniq miqdorni esa har bir fuqaro o'zining pensiya bo'limidan yoki rasmiy elektron xizmatlardan tekshirishi kerak. Chunki ikki odamning pensiya miqdori bir xil ko'rinsa ham, ularning staji, ish haqi, imtiyozi va toifasi turlicha bo'ladi. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik bo'yicha nafaqa yoki pensiya oluvchilarda guruh tibbiy mehnat eksperti komissiyasi xulosasi nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi muhim ahamiyatga ega. Agar hujjatning muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin.
1 avgustdan qo'shimcha to'lovlar boshlansa ham hujjati tartibda bo'lmagan odam avtomatik tarzda pulni ola olmasligi ehtimoli bor. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya oladi. Uning nogironlik muddati iyul oyining oxirida tugagan, lekin u avgustda qayta ko'rikka bormagan. Tizimda uning maqomi vaqtincha noaniq bo'lib qoladi. Natijada qo'shimcha to'lov ham, asosiy to'lov ham kechikishi mumkin. Bunday vaziyatda nega menga pul tushmadi deb bankka borishdan avval tibbiy hujjat va pensiya bo'limidagi ma'lumotni tekshirish kerak. 3-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotgan oilalar. Bu holatda pul ko'pincha voyaga yetmagan farzandlar, o'qiyotgan yoshlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari nomidan to'lanadi. Bu to'lovlarda o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik hujjatlari, tug'ilganlik guvohnomasi, oilaviy holat haqidagi ma'lumotlar muhim. Agar bola 18 yoshga to'lgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin, lekin buning uchun o'qish joyidan tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar bu ma'lumot vaqtida berilmasa, qo'shimcha to'lov hisoblanmasligi yoki kechikishi mumkin. 4-toifa yolg'iz yashovchi keksalar, ayniqsa farzandlari boshqa hududda yoki chet elda bo'lgan. O'zi uyda yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyatga ega. Ba'zi to'lovlar aynan yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, ijtimoiy xizmatga ehtiyoj kabi mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bu maqom avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Mahalla ijtimoiy xodim, tuman ijtimoiy himoya bo'limi orqali holat tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Misol uchun, 74 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi juda katta emas. Sog'lig'i sababdorga ko'p pul sarflaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Agar u ijtimoiy himoya ro'yxatlarida to'g'ri aks etmagan bo'lsa, unga tegishli qo'shimcha yordam yoki kompensatsiya vaqtida belgilanmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilalarda farzandlar mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, mahalla bilan bog'lanib, onasi yoki otasining holatini rasmiy ravishda tekshirtirishi kerak. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerga qo'shimcha to'lov berilmaydi deb umumiy xulosa qiladi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ayrim ustamalar ish bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Ayrim to'lovlarda esa ish haqi, rasmiy bandlik, sug'urta badallari, soliq ma'lumotlari hisobga olinadi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Agar siz pensiyada bo'lib, ayni paytda rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsangiz, sizning pensiya hisobingizdagi ish staji keyingi qayta hisoblash imkoniyati va qo'shimcha to'lovlarga ta'sir qiladigan omillar bo'lishi mumkin. Mana oddiy holat. Otaxon pensiyaga chiqqandan keyin ham qorovul bo'lib ishlayapti. U menga baribir hech narsa qo'shilmaydi deb o'ylaydi. Lekin u rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning mehnat faoliyati elektron tizimda ko'rinadi. Vaqti kelib qayta hisoblash yoki ayrim ustamalarni aniqlashda bu ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, keyin u men ishladim-ku deb isbotlashga qiynaladi. Demak, ishlayotgan pensioner uchun eng muhim narsa rasmiylik va hujjatning tozaligidir. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar, xavfli joylar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarni aytaman. Birinchi nozik masala: qo'shimcha to'lov hamma uchun bir kunda tushmasligi mumkin. Tizimda to'lovlar banklar, pochta, plastik kartalar, hududiy pensiya bo'limlari orqali bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Kimdir 1 avgustning o'zida oladi, kimdir 3-5 kun ichida oladi, kimdir oyning belgilangan pensiya kunida oladi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, darrov vahima qilish kerak emas. Lekin 5-7 ish kuni o'tib ham o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirish kerak. Ikkinchi nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning bank kreditlari, aliment, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki boshqa majburiy ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lov tushganda ham agar hisob varaqda avtomatik yetish bo'lsa, pensioner pul ko'rmasdan turib, uning bir qismi ushlab qolinishi mumkin. Odamlar bunday paytda davlat bermadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin bank yoki ijro hujjati bo'yicha yechilgan bo'ladi. Shuning uchun bankdan hisob varaq ko'chirmasini olish juda muhim. 3-nozik masala: karta muddat tugagan bo'lishi. Juda ko'p pensionerlar plastik kartasining amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, pul hisobga tushishi mumkin, lekin yechib olishda muammo bo'ladi. Ba'zan esa to'lov qaytib ketishi yoki vaqtincha muzlab qolishi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman: kartangizning old tomondagi muddatni tekshiring, bankka telefon qiling, agar kerak bo'lsa yangi karta oching.
Buni pensiya kuni kelmasdan oldin qiling. Chunki pensiya tushgan kuni bankda navbat ko'p bo'ladi. 4-masala. Yashash manzili o'zgargan, lekin tizimda yangilanmagan. Masalan, pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya hujjatlarini ko'chirmagan yoki doimiy ro'yxat boshqa joyda, aslida esa farzandinikida yashaydi. Bunday holatda mahalla yoki ijtimoiy himoya orqali beriladigan qo'shimcha yordamlar noto'g'ri hududda ko'rinishi mumkin. Natijada odam mening mahallam menga yordam bermayapti deydi. Aslida tizimda u boshqa hudud fuqarosi sifatida turibdi. Shuning uchun manzil masalasini rasmiylashtirish juda muhim. 5-masala vafot etgan pensionerning puli. Bu juda nozik, lekin amaliy hayotda ko'p uchraydigan masala. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning nomiga keyingi oylar uchun noto'g'ri to'lov tushib qolsa, bu pulni ishlatish qonuniy muammo keltirishi mumkin. Merosxo'rlar yoki qarindoshlar bunday holatda pensiya bo'limiga murojaat qilib, qonuniy tartibda dafn puli olinmay qolgan pensiya yoki tegishli to'lovlarni rasmiylashtirish kerak. Karta qo'limizda edi. Yechib oldik degan yondashuv keyin qarzdorlik yoki javobgarlik keltirishi mumkin. 6-nozik masala internetdagi yolg'on xabarlar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon million beriladi. Faqat pasport yuborsangiz pul tushadi. Karta raqamingizni yozing kabi xabarlar ko'p. Men ekspert sifatida qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga plastik karta paroli, SMS kodi, bank ilovasi kodi, pasport nusxasini shubhali kanallar orqali yubormang. Davlat to'lovlari uchun sizdan Telegram orqali kod so'ralmaydi. Agar kimdir qo'shimcha to'lov chiqarib beraman, oldindan xizmat haqi yuboring desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Rasmiy masalalar faqat pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya organlari, mahalla, bank va davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. 7-masala hujjatdagi ism sharif farqi. Ayrim pensionerlarning eski mehnat daftarchasida familiya boshqacha yozilgan, pasportda boshqacha, nikohdan keyin familiya o'zgargan. Tug'ilgan sana bir joyda xato ketgan bo'lishi mumkin. Bular oddiy ko'ringani bilan pensiya hisobida katta muammo tug'diradi. Masalan, mehnat stajining bir qismi tan olinmay qolishi mumkin. Qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblashda tizim hujjatlarini solishtiradi. Agar farq chiqsa, odamdan qo'shimcha tasdiq so'raladi. Shuning uchun eski hujjatlarni tartibga solish, arxiv ma'lumotnomalarini olish, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni tayyorlab qo'yish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlari bilan aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Avgust oyida pensiya tushganda avvalgi oy bilan solishtiring. Masalan, iyulda qancha olgansiz, avgustda qancha tushdi? Farq bormi? Agar farq bo'lsa, bu asosiy pensiya oshgani uchunmi? Qo'shimcha to'lovmi? Qarzdorlik ushlangandan keyingi qoldiqmi? Buni aniqlang. Bank ko'chirmasida kirim va chiqimlar ko'rinadi. Faqat SMS ga qarab xulosa qilmang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, oila a'zolarini tasdiqlovchi hujjatlar. O'qiyotgan farzand bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma, yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlik bo'lsa mahalla va ijtimoiy xodim tasdiqlari. Hujjatlar qancha tartibli bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. 3-qadam, o'zingizga tegishli toifani aniqlang. Siz oddiy yoshga doir pensionermisiz? Nogironlik pensiyasi olasizmi? O'quvchisini yo'qotganlik to'lovi bormi? Ishlayotgan pensionermisiz? Yolg'iz yashaysizmi? Parvarishga muhtojmisiz? Har bir toifaning savoli boshqacha. Pensiya bo'limiga borganda menga qo'shimcha pul bormi deb umumiy so'ramang. Aniq so'rang. Avgustdan boshlab mening toifam bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki ustama hisoblanadimi? Agar hisoblanmasa, sababi nima? Qaysi hujjat yetishmayapti? Ana shunday savol bersangiz javob ham aniq bo'ladi. 4-qadam, ariza yozish kerak bo'lsa, arizani og'zaki emas, yozma shaklda qoldiring. Arizada ism sharifingiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pensiya turi va murojaat mazmuni bo'lsin. Masalan, avgustdan boshlab pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha mening pensiya ishimni tekshirib berishingizni so'rayman. Agar menga qo'shimcha to'lov belgilanadigan bo'lsa, hisob-kitobni amalga oshirib berishingizni so'rayman. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi qo'ydiring. Bu juda muhim. Chunki keyin murojaatingiz qachon berilganini isbotlay olasiz.
Beshinchi qadam, agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandlari yoki yaqinlari yordam berishi kerak. Lekin bu yerda ham qonuniy vakillik muhim. Ba'zi ma'lumotlarni faqat pensionerning o'ziga berishlari mumkin. Agar farzand murojaat qilsa, ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli bor. Nogironligi bo'lgan yoki yoshi katta odamlar uchun vasiylik. Ishonchnoma yoki rasmiy vakillik masalasini oldindan hal qilib qo'yish kerak. Bu nafaqat qo'shimcha to'lov, balki bank, shifoxona, davlat xizmatlari uchun ham zarur bo'ladi. 6-qadam, bank bilan bog'liq masalani tekshiring. Kartangiz faolmi? Muddati o'tmaganmi? Bank ilovasi ishlayaptimi? Hisobingiz bloklanmaganmi? Kredit bo'yicha avtomatik yechim yo'qmi? Agar pensiya tushgan bo'lsa-yu, yechib ola olmasangiz, avval bankdan sababini so'rang. Bank pul tushmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Pensiya bo'limi pul yuborilgan desa, bankdan yozma ma'lumot oling. Ikki idora o'rtasida odam sarson bo'lmasligi uchun har bir javobni imkon qadar hujjatlashtirib boring. 7-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Qarorlar, to'lov tartibi va miqdorlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun faqat qo'shni aytgan gapga yoki ijtimoiy tarmoqdagi sarlavhaga ishonmang. Tuman pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya organlari, mahalla, rasmiy davlat xizmatlari portali orqali aniqlashtiring. Agar telefon orqali javob berishsa ham, muhim masalada yozma tushuntirish so'rashdan tortinmang. Bu sizning huquqingiz. 8-qadam. Agar sizga to'lov yo'q deyishsa, sababini so'rang. Juda ko'p odam shu joyda to'xtab qoladi. To'g'ri savol shunday bo'lishi kerak. Menga to'lov belgilanmasligining huquqiy sababi nima? Qaysi bankka asosan? Qaysi hujjatim yetishmayapti? Agar hujjat topshirsam, qayta ko'rib chiqiladimi? Bunday savol berilsa, mas'ul xodim ham masalaga jiddiyroq qaraydi. Siz janjallashishingiz shart emas. Lekin o'z huquqingizni madaniyatli va qat'iy talab qilishingiz kerak. 9-qadam, oilada pensionerlar bo'lsa, ularning har biri bo'yicha alohida tekshiring. Masalan, uyda ota ham, ona ham pensiya oladi. Otaning pensiyasi yoshi bo'yicha, onaning pensiyasi nogironlik bo'yicha bo'lishi mumkin. Ikkalasining to'lovi ham bir xil tartibda o'zgarmaydi yoki bitta pensioner ishlayotgan bo'ladi. Ikkinchisi yolg'iz parvarishga muhtoj maqomida bo'lishi mumkin. Har bir insonning pensiya ishi alohida. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim kerak yoki qo'shnim olmadi. Demak, menga ham yo'q degan xulosa noto'g'ri. 10-qadam, xarajatlaringizni rejalashtiring. Qo'shimcha to'lov tushsa, uni darhol keraksiz narsaga sarflamang. Pensionerlar uchun eng muhim xarajatlar dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, sog'liqni tekshirtirish, qarzdorliklarni kamaytirish. Agar qo'shimcha pul bir martalik bo'lsa, uni doimiy daromad deb qabul qilib, keyingi oy uchun katta majburiyat olmang. Agar ustama doimiy bo'lsa, baribir oilaviy byudjetda ehtiyotkorlik bilan hisoblang. Men yana bir muhim narsani aytaman. Ko'pincha pensionerlar men davlat idorasiga borishga o'ylaman, baribir yordam bermaydi, navbat ko'p, tushunmayman deb o'z haqidan voz kechib yuboradi. Bu noto'g'ri. Pensiya va qo'shimcha to'lov sadaqa emas. Bu qonun bilan belgilangan huquqdir. Siz butun umr ishlagansiz, soliq to'lagansiz, farzand tarbiyalagansiz, jamiyatga hissa qo'shgansiz. Endi sizga tegishli hisob-kitob to'g'ri qilinishini talab qilishga to'liq haqlisiz. Yana bir real hayotiy misol. Bir onaxon bir necha yil davomida pensiyasini olib yurgan. Lekin mehnat daftarchasidagi ayrim yillar hisobga olinmaganini bilmagan. Farzandi hujjatlarni ko'rib, arxidan ma'lumotnoma olib bergan. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqilgan va keyingi to'lovlarda farq sezilgan. Boshqa bir otaxon esa plastik kartasi muddati tugaganini bilmay, pensiyam tushmadi deb o'ylagan. Aslida pul hisobda turgan, faqat karta yangilanishi kerak bo'lgan. Yana bir oilada boquvchisini yo'qotganlik to'lovi begim-bekiz yoshdan keyin to'xtagan. Chunki farzand kunduzgi o'qishda ekanini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Ma'lumotnoma topshirilgach, masala qayta ko'rib chiqilgan. Ko'ryapsizmi? Muammo ko'pincha pul yo'qligida emas, hujjat va tartibni bilmaslikda bo'ladi. Agar siz hozir ushbu videoni ko'rib o'tirgan bo'lsangiz va oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq 3 ta ishni qiling. Birinchisi, avgust oyida tushgan pulni iyul oyi bilan solishtiring. Ikkinchisi, pasport, karta, pensiya hujjati va kerakli ma'lumotnomalarni tekshiring. Uchinchisi, mahalla yoki pensiya bo'limiga aniq savol bilan murojaat qiling. Ayniqsa pensiyasi past, sog'lig'i og'ir, yolg'iz yashaydigan yoki nogironligi bor keksalarni e'tiborsiz qoldirmang. Ular ko'pincha o'z huquqini so'rashga qiynaladi. Demak, 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasida eng muhim qoida shuki,
Hamma narsani avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmang. Kimga qancha qo'shilishi shaxsiy holat. Pensiya turi, hujjatlar, bank hisoblari va ijtimoiy maqomga bog'liq. Pul tushmasa vahima qilmang, lekin tekshirmasdan ham yuravermang. Hujjatlaringizni tartibga soling, bank kartangizni tekshiring, pensiya bo'limidan aniq hisob-kitob so'rang. Kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda avgust oyidan pensiya yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha o'zgarish sezildimi? Pul vaqtida tushdimi yoki muammo bo'ldimi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Oqartirilmagan, tushunarli va amaliy ma'lumot kerak bo'lsa, biz bilan qoling.